Barchaga assalomu alaykum do'stlar, sizlarмен sport жаңалықтары. Videoni boshlamas burun arnaga tirkelib, videoga like bosуды unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар tek qana bizde bo'ladi. Boksning alemdagi eng boy investori Janibekka so'z berdi. Alemdagi boksning super investori Turk Al-Asheyx Janibek Alimxonuli ulkan jekpejek uyumdashtirib berishga va'da etdi. Kasb-qo'y karyerasindagi yenilib ko'rmagan qozoq bokschisi o'rta salmoqda IBF және WBO belbevlari ye. Turkiya Al-Asheyx 22 aqban Eriyatda o'tayotgan jekpejekdan keyin әлеуметтік желіде жариялаған postning астында Janibekka kelesi sen bo'lasin deb javob yozibdi. Turkiya Al-Asheyx ministr lavozimidagi Saudiyalik Korol saroyining kenishisi және Saudiya Arabiyasining o'yin sovuq ishlar bo'yicha bosh төрағасы bo'ladi do'stlar. Bu жазғаны 5-savr Janibek Alimxonuli bilan fransiyalik Anuel Nigamesning o'rtasidagi jekpejekdan keyin bo'ladi. Carlos Adames va Hamza Shiraz do'stlar. Uni kommentariyaga yozib qoldiringizlar. Jekpejekka kimmen chiqadi Janibek Alimxonuli? Janibek Alimxonulining sassizliklarga uchrashi sababi aytildi. 1980-yilgi Moskva Olimpiadasining kumush juldegari Viktor Demyanenko tilshisi bergan suhbatida Janibek Alimxonulining boshqa qiyinligi ne ekani turali o'yinni aytdi. Alimxonuli uchun bir yil satsiz yil bo'ldi. Ol tek bir jekpejek o'tkazdi. Salmoq tushiruvining qiyinlikqa uchradi. Al yil sonini yaxshi qarshilashlardan ayirib qoldi. O'kinishda arini. Biroq o'ylov kerak siyaqti. Nega ol ikki titulda yelini tura ulkan jekpejeklarga chiqa olmay jur? Mumkin uning menejerlari birdeni durust yasamay turgan шығар. Ol Amerikada ataqli emas. Ol uchun aqlshin tilini bilib, o'zini tanituv qajat. Mumkin olgan ikkinchi o'rta salmoqqa o'tgan jon. Hozir o'rta salmoqda to'qirab turgan hech kim jasirin emas. Hozir Janibek naq babında. Al jalindab turgan satinde barıncha foydalanu kerak deydi Demyanenko. Sizlarмен sport жаңалықтары bo'ldi do'stlar. Arnaga tirkelib videoga like bosуды unutmangizlar. 5-savr Janibek Alimxonuli men Anuel Nigamesning fransiyalik o'rtasida jekpejek bo'ladi do'stlar. Kim jengadi deb o'ylaysizlar? Statistika bo'yicha 90% odamlarning bari Janibek Alimxonuli jengadi deb o'ylab o'tir do'stlar. Kommentariyaga yozib qoldiringizlar. Sizlarмен sport жаңалықтары bo'ldi.